qadrli любимчиklarim, bugun sizlar bilan 3 xil masalliqdan iftorlik uchun pahlatskiy tayyorlaymiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi piyoz, kartoshka, makaron. Tuxumni bo'lsa, xohlasalar ham qo'shasizlar, bo'lmasa ham yo'q. Qani, ketdik. Bu ovqatni qilishda men studentligimda o'rganganman. Jizzaxli kvartiradoshim bo'lardi. Go'zal degan bitta opa, shu opa menga o'rgatgan. Birinchi marta qilib berganda yeganimda og'zimda qolgan bor, ishonaveringlar. Shunaqa mazza qilib yeganman. Qayta-qayta qildirtiraverardimda. Kam xarjda kartoshka, piyoz, makaron bo'lsa bo'ldi. U paytda bizda student bo'lganimiz uchun soya ham, tuxum ham bo'lmasdi-da, lekin shunaqa shirin ovqat tayyorlasa bo'lardi. Makaronni qaynatib olasiz, qolgan narsalar qovurasiz, uchalasini aralashtirib qo'yasiz. Xohlasangiz narsa qo'shasiz, qo'shimcha bo'lmasa ham yo'q. Xohlasangiz qiyma qo'shing unga, xohlasangiz tuxum qo'shing, umuman farqi yo'q, lekin juda ham mazali chiqadi. Bir marta bo'lsa ham qilib ko'ringlar. Biz oilada ko'pchilik bo'lganimiz uchun ko'proq qildim, chunki saharlikka ham shu ovqat yeyiladi. Ertalabda turib saharlik tayyorlagani to'g'risi dangasa biz qizlar 4 ta qiz bo'lsa ham, shu uchun kechqurun qilingan ovqat ertalab yeyiladi saharlikda. Chunki saharlikda ovqat yeyilmasa kechgacha och qolish mumkin. Xohlasanglar tomat qo'shasizlar, xohlasanglar soya qo'shasizlar, xohlamasanglar yo'q. Shunchaki tuz solib aralashtirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Men soya soldim. Yaltirash uchun tomatimiz qolmagan ekan, tagida jicha qolgan ekan. Shunga suv quydim-da, aralashtirib, polni qo'shib qo'ydim-da, hamma yo'qda uchalasini aralashtirdim-da, tarelkaga solib uje tortdim. Vola, ko'rishinglar mumkin. Iftorga kelinglar, men qadrli любимчиklarim. Tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman.